Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Biko. Bugun biz Noob Pro va Hakerni uylarini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Birinchi bo'lib kamerani to'g'rilab olib, Noob uyiga kirib ko'ramiz. Kirdik. Noob uyiligi bilinadi. Mana bu narsa yozganida. Xo'sh, ko'rib chiqamiz. Kitob javonlari yaxshi, yotoq, sandiq, pechkalar yaxshi. Qani bo'lmasam Pro'ni uyiga ketdik. Qani kirib ko'ramiz. U pollarga alohida dekoratsiya. Bu yerda ham kitob javonlari, pechkalar va sandiq. Yaxshi, katta, yaxshi qurilgan. Qani bo'lmasam ketdik. Tomlarga ham alohida ahamiyat beribdi. Bu Hakerni uyi. Kirib ko'ramiz. Haker ham pollarga alohida dekoratsiya beribdi. Sandiqlar va yotoq, portal. Lekin portalga kirib bo'lmaydi, chunki personaj sig'maydi. Pechkalar bu uyda ham. Qani bo'lmasam Hakerni tomorqasini ko'rib ko'ramiz. Mana u chiqamiz. Bu yerda samolar ekilgan ekan, suv, tepalari yopilgan, quyosh qanday tushadi bilmayman. Unga ham alohida dekoratsiyalar berilgan. Men Noobni uyiga 10 dan 2 beraman. Pro'nikiga 10 dan 5 beraman. Va Hakernikiga 10 dan 9 beraman. Bu qanday bal bilmadim-u, o'zlaringiz kommentariyada yozib ketinglar. Har bitta uyga baho berib yozib ketinglar. Barchangizga xayr do'stlar. Sizlar bilan Biko bo'ldi.